Assalamu alaikum урматтуу менин мекендештерим, жана биздин каналдын көрүүчүлөрү. Амансыздарбы? Бүгүнкү чыгарылыш буюрса, Өзбекстандык биздин көрүүчүлөр үчүн болмокчу. Өзбекстандан аябай көп чалуулар болуп жатат туугандар. Биз да кыргыздарга окшоп, Россияга барып, ушинтип үйлөрдү алып, мал кылып, уй кылып бизнес кылсак болобу деген суроолор аябай көп болуп жатат туугандар. Урматтуу Өзбекстандык мен көрүүчүлөрүм, бүгүн дал ошо сурооңуздарга жооп ала аласыздар деп ойлоймун. Бүгүн биз Өзбекстандык Исмат аканын үйүнө конокко келдик. Анда эмесе экрандан алыстабай подписаться кнопкасын басып, коңгуроочону басып, жакшы комментарийларды жаза кетиңиздер. Жүрүңүздөр, үйүн барып чогуу көрөлү. Кана жүрүңүздөрчү туугандар, Исмат акамдын жаныга барып маек куралы. Исмат ака, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Келең. Тынчпысыз акам? Ассаламу алейкум. Яхшымысыз? Жакшымысыз ака, тынчпысыз? Алла хаммамызды баракаңыз берсин. Амин, Аллаху акбар. Исмат ака, Лабай. тынчпысыз акам? Аллага шүкүр. Бүгүн биз Өзбекстандык бир туугандарга ушу сиздин сарайыңызды, кармаган малдарыңызды көрсөтөлү деп чечтик акам. Майыл. Уруксат берсеңиз, а? Майыл. Жүрүңүз анда чогуу көрөлү. Кет Исмат ака. Бул жакта сарайыңыз барбы ака? Бата сарайым мана бир күчүлөрүм бор, мана ikkita күчүм бор. Токтоң, секин жетип барайын сизге. Катуураак сүйлөй бересиз акам. Күчүлөр Бул жакта бар. күчүктөр барбы, а? Ha, böyle küçük korma, küçük ama özümüzde küçükler bunlar. Nama medvejok. Ha, Medvejok mana. Исмат ака, айтсаңыз, мынау сара эмеби? Теплица экен. Teplitsa bu. Теплицага нема отургузасыз ака? Teplitsaga bahorga borib, bahor ke mart oyidan уже pomidor, bodring nima bo'lsa shunga ekamiz. Ha, shunga ekasiz. Manau Bu zabor. joy. Zabor. Zabor kiletga olingan, bunga bo'zaklar bor, mayda bo'zaklarni yozga keldi, hammasini shuni chiqarib yuboramiz. Kechasi berga o'tadi, kunduz kuni ochib olamiz, vaqt katta dalalarga chiqib ketadi. Aynalib kelishadi o'tlash. Ha, bu hökümetin jeri akam? O'ti bor ichida. Yo'q, hökümetnikimi bu государствоники bu жерler? Yo'q, bu yerlar hammasi o'zimiz собственный yer, dokumentalniy. Ha, o'zingizning jeringiz bu. Dokumentalniy 50 gektar yerim bor, dokument, чисто dokument. Ha. Bedokument bir 200 gektar yer bor. Xohlagan joyga haydab yuboradi, mollar ketadi. Masalan, anavi hökümetin jeriga jayitqa mallarni aydasa bolobу akam? Bo'laveradi. Hukumat bergan hammasiga razishina bergan. Hukumatga hech nima kerak emas. Hukumat shuni ber, shunday joyki, yaxshi joyki, mana bola chaqangiz ko'p. Hukumat sizga shuni beradi. Nima ishlataverasiz. Ishlataverasiz. Samigilarni berga bilasizmi? Agar 1 yil, 2 yil mol boqmasangiz, mana bu daraxt bosib ketadi. Ha, daraxtlar o'sib ketadi. Jangazor bo'lib ketadi. Jangazor bo'lgandan keyin hukumatga ham kerak bo'lmay qoladi, u boshqaga ham. Shuning uchun jangazor bo'lmasligi uchun traktorimiz bor, rulonligimiz bor, kasilka bor. O'ramiz, shu davlatning yerini o'ramiz. O'ringlar deb ruxsat bergan. 200 gektar, 300 ga xohlagancha o'radi. Ustat qila olmaydi, qolgani qolib ketadi shunday. Mana ana shu tomonlarga qarab hamma yoqqa daraxtlar o'sib ketgan. Ana shular oldin yer bo'lgan. Hozir vapshi jangazor bo'lib ketdi hozir hamma yoq. Ismat aka, aytsangiz aka, bu yerda necha yildan beri yashaysiz? Men bu yerga mana shu yerni 16-yil ketyapti. 16 yil? 16 yil bo'ldi. Ha. 16 yil bo'ldi. Oldin rosa ko'p mol qilardim. Oldin meni molim 20-25 ta mol, bir 30-35 ta qo'y bor edi, echki, o'laqlar bor edi. Endi hammasini sotgancha qolgani ham qara yuribman endi. Qolgani qoldi deng. Qolgani qoldi. Anan bu joylarga kartoshka, sabzi oyoq-buyoq ekasizlarmi? Ana yerga mana bu tomon molli joyi, ana bu tomon hammasi tirishigacha biz joylar. Kartoshka, kapusta, sovzi, karam, nima xohlasa ekamiz mollar uchun. 3 ta joyga, 4 ta joyga ekamiz. 20 sutlik pashta 1 gektar joyga kartoshka ekamiz mollar uchun o'sha ham. O'zimizga yeyilgan ham qolgan mollarga beramiz kartoshkani. Hozir men sarayga borib kartoshkalarni ko'rsataman, mollarga beradigan kartoshka. Yem olamiz, kartoshkani sotamiz, uni puliga yem olamiz. Yem kerak bo'lsa bitta buqani so'yamiz, sotamiz, bitta buqani puliga yem olamiz. Qishi bilan berib o'tamiz, atala qilib
pishirib, keyin bug'doy bilan nimani, arpani olib, drabilkadan o'tkazib beramiz. Mana shunaqa ishlar shunday. Ana tuğanlar, eshitdingizlar ha? Qana juringizlar, anda mesa sarayın barib cho'g'i ko'raylik. Mana bir menga yozga parnik. Aha. Yozga parnik mana mart oyidan keyin o'sha bizlar yekishni boshladi. Qishga bergan menga, qishga mana yem. Ha, jazda. Osta kallangiz pasga qiling. Aha. Yo bismillah. Mana yozga, qishga yem, mana bu drabilka. Aha. Mana drabilka ko'rdingizmi mana? Ha, shunday drabilka. Mana tok kelgan. Mana o'tkazilgan, qarang. Bu molga shuni beryapsizmi? Molga ikkita mana shundan bitta molga 2 satil shuni tashlaysiz. Bo'ladi. Bir kunga 2 mahal. Mana qarang, qanday mayin qilingan, bunga qarang qanday mayin qilingan. Bu nelarda qo'shqansiz aka? Bu nima bu? Mana bu vichmen. Ha. Mana bu vichmen deyiladi. Vichmeni qana buğdayga o'xshagan ekan. Buğdayga o'xshab, arpaga o'xshaydi, hal dumaloq bo'ladi vichmen. Aha. O'zimizga buni arpa deydi. Aha. Avios emas, arpa deydi. Aha. Mana bu bug'doy. Buğday. Mana bug'doy. Обычный buğday ekan bular. Обычный o'zimizning bug'doy. Mana bu o'zimizga arpa deydi buni. Avios uzun bo'ladi, arpa bu. Bu arpa. Arpa bilan ikkalasini qo'shasiz. Aha. Mana drabilkadan shuni tashlaysiz, g'ullatib 1 soatga 150 kg mana shuni ikkita bochkani to'ldirib beradi. 1 soatda. 1 soatga. Bitta telefon qilamiz, 20 xalta olib kelib tashlaydi, darrov olib kelib tashlaydi. Agar telefon qilsa, hozir bizga hozircha bor. Aha. Hozir bitta, ikkita, uchta bochka to'lla hozir yem. Demak, jazda bu yoqda ana u nimalarda egasi? Pomidor, pomidor, mana yozga mana bu yerga qarang, mana bu yerga klubnika bordi, mana klubnika, hali ham ana qoldi. Agar bu yerga bitta pechka bo'lsa, biz klubnika hozir ham bo'lib o'tadi. Ha, qishda ham solayveradi. Qishda bo'ladi. Lekin biz o'zi xohlamadik, atay bo'ladi, bir yil yo'q deb. Mana bu yerga klubnika, nima? Malina, qarang mana bu. Yozga mana hozir ham turibdi, mana qarang. Hozir sovuqdi bularni. Hozir ham turibdi. Malina, mana yozga buni ichi jangal jannatdek bo'lib ketadi. Pomidorlarni ko'rsangiz, shunday qarash katta pomidor bo'ladi. O'zbekistondan, Sarasiyodan, Sarasiyoni xonim qishlog'idan apam bilan pochcham keldi. Mehmonchilikka. Bir oy turamiz deb kelishdi. O'sha payti pomidorni ko'rsangiz, mana shunday pomidor hayron qolishdi. Bizni O'zbekistonga bunaqa pomidor bo'lmaydi. Bolgarskilarni ko'rishib, vobshe bodring yetta bilan 1 satil terib olishadi. Kechqurun suvni quyamiz, yana yetta bilan 1 satil bodring terishadi. Apam aytdiki, shu O'zbekistondagi apam aytdilarki, bizlarga bunaqa yo'q, kecha teruvdik, yana 1 satil terdim hozirda. Bu yerga juda yaxshi bodring, pomidor juda yaxshi bo'ladi. Ana shunaqa qilib yashaydi, mana qarang. Ana tuğanlar, eshitdingizlar, qana juring sarayni ko'raylik. Yo bismillah. İsmet aka, bu yashaydigan uyingiz shu yoqdami? Mana bu meni yashaydigan uyim. Aha. Mana bu bizni yashaydigan uyimiz. Aha. O ana yerlarga baniya bor. Aha. Mana bu tomonga, mana bu uylarda egalari yo'q. 20 yildan beri olgan hali kelgan bittasi yashamaydi. Yashamaydi deding. Mana bu tomonga bizni baniya, ana yozgi karavatlar bor, yozga karavatga o'tiramiz. Ha, navester bor deng. Navester bor. Mana bu bizni sarayimiz. Ha, qana sarayni ko'raylik akam. Qana bismillahirrohmanirrohim. Mana bu yerga Oho, mana. Allohu akbar, mana ana shu yerga mana mollar mana shu yerga turibdi. Mana shu mollarni mana bu yerdan suv keladi. Aha. Shunday kelamiz, agar bu tagi salgina nima bo'lgan bo'lsa, mana shunday qilib suraveramiz, hashaydi qarang, qo'rni to'q hashaydi yemaydi. Ana bunday qilib tagini suramiz, mana. Ana mollar. Mana bu yerga kartoshka. Mana sizga aytdim, o'z kartoshka, mana mollarga kartoshka beramiz, kartoshka. Mana vaqtdan yemni ko'rsatdim, yem beramiz, hashagini beramiz, suvini beramiz. İsmet aka, bular nima degan paroda aka? Bular nima? Yaroslavskiy paroda. Yaroslavskiy. Ana bu nima? Bitta Yaroslavskiy, ikkita Simental. Simental bilan Yaroslavskiy deng. Simental bilan Yaroslavskiy mollar bular. Bular sog'in mollar. Sog'na, sog' istoblardi. Hammasi sog'iladi. Ha, bunday bo'lgan. Mana yozga
25 litr, ana ular 30 litr süt beradi yozga. 30 litr süt beradi. 30 litr. Qishga kelib, sal suti baribir ko'kat yo'q, kamayadi. Ana 15-18 litr süt beradi. Ana shunday. Yozga borib 35 taga ham beradi. Bir xil mollarim bor, 35 tagacha ham süt beradi. Yaxshi. 35 ta. 35 litrga chayin süt beradi deydi tuğanlar. Onday olgan Yaroslavskiy. Yaroslavskiy bilan Simmental. Simmental parodalar ekan onday olgan. Ana shunaqa gaplar. Ana hozir men sizga boraman, u yerdan yana bitta saray, uni ko'rsataman men sizga. Bu birinchi sarayingiz, ha? Birinchi saray bu. Bu da nechta? 1 2 3 4 sog'in uyingiz bor ekan, ha? 4 ta sog'in sigir bor. 4 ta sog'in uy. Ana bakın sog'in vaqe qolgani sog'inlar vaqe. Ha. Naraqda dagı bir saray var ekan tuğanlar, juringizlar. Al jag'ында ko'raylik. Mana traktorim bor. Bu traktor dagı sizniki İsmat aka? O'zimdan traktor. Top ismli o'zim traktor, mana nomer. Traktorim bu traktor o'zingizniki. O'zimniki, nomer top ismli dokumentalniy traktor. Mana bu çöplarni o'zimiz qilamiz, mana rulon. Ha, bu o'zingiz qilasiz bu çöplarda? Ha, o ana yerga rulonligim bor. Ha. Mana çöplarni o'zimiz qilamiz. Mana qarang, ko'mkakkina, mana bariga bilan turibdi. Buni qarang. Ho. Buni qarang. Buni qarang. Aha. Ana qarang, ichiga kirib yotsangiz ham bo'ladi, masalan qilib. Ichiga kirmay yotaman ko'paydi. İsmat aka, buni odam jesa dag'i bo'ladi deb qo'ygan ekan. Odam yesa bo'ladi buni. Yo'q, buni ichiga qarang, shunday hammasi turibdi mana. Qanday o'rilgan bo'lsa, mana qarang, mana qo'qi gulli bariga turibdi. Mana. Svejiy bo'ydan. Hammasi bor, gullari bor ichiga. Buni ishdan gullarini terib choy qilishsa bo'ladi. Bu traktoringiz qancha bo'lib qoladi? T40. T40. Ha. Yaxshi ekan biroq sostoyaniyasi, ha, İsmat aka? Sostoyaniyasi yaxshi. Remont qilganman. Mana bu bilan mana shu cho'plarni olib keladigan. Ha. Mana. Ha, cho'plarni buni shuni tiqasiz, cho'pni shuni ko'tarib olib kelasiz, mana shu yerga olib kelib qo'yasiz, beraverasiz yechib. Ha. O, ana rulonligim bor. O'tgan yili yangi kasilka oldim. Nima? Katta ana qizil kasilkalardan yangi Yarax degan kasilkalar chiqqan, hozir Yarax degan kasilkalar chiqqan. Poliski. Shundan oldim. Bu traktorni nech pulga olgansizlar? Bu traktorni vaqtiga men buni 75 mingga olganman. 75 ming rublga. Rublga. Hozir 150 ta deyapti, men bermadim. 150 taga beray deb bitta bola keldi traktorni o'zini. Ammo telegalari bor, buni narsasi bor, buni ko'p pulugi bor, chizil bor, kultivatori bor, ana akshligi bor, rulonligi bor, hammasi bor, komplekt traktor. Значит, siz dokumentalniy. İsmat aka, bu çöptör sizga problema ekan. Sherdi ana o'rib kelib ele molga beraverayotgansiz aka, qish bilan. Mana ana qarang. Ko'rdingmi poliyani? Men sizga aytdim 200 gektar yerni o'rsa bo'ladi. Men o'zim 200 gektar yer o'rardim. Hozir endi qolgani qolib ketdi, kuchim yetmay qolyapti. Qolib ketyapti. Mollarni haydab boramiz joyiga. Ana shu qarang, 200 gektar yer ana shaqdan polni nahar tomongacha olib yozga kelsam, men sizga ko'rsataman. Mana rulonlar sizniki polni, ha? Mana bular bizniki. Ana rulon qiladigan mashina ana. Ana ko'rdingiz daraxtlar turibdi. Bu 200 gektar yer demak bu davlatning yeri, ha? Davlatning yerini oldin kolxoz bo'lgan, kolxoz shuni tashladik ketdi. Kolxozning fermalari yotdi, mana buyoqqa fermalari bordi, hammasi buzilib ketdi. Kolxoz shuni tashlagan, ketgan, mana shu yer hayb bo'lib qolmasin deb odamlarga bergan, faqat o'ringizlar, shu kitob o'rilsin. Yer mana toza bo'lib tursa yaxshi. Ha, bekar o'ringizlar deb hukumat o'zi aytadi. O'zi aytgan. Qarangizlar ana. Главное texnika bo'lsa, traktor bo'lsa bo'ldi ekanda, İsmat aka. Texnikangiz bo'lsa, traktoringiz bo'lsa, yerni mana bu toza yerlarni ko'ryapsiz. Shuna yerlar bor, dunyoni yer. Bir derevniy bor, Oktyabrsky deydi. Hech kim yashamaydi. Katta qishloq. Biron odam bitta boboy bor yashar, u ham o'tgan yil o'ldi, tamom. Biron kishi yo'q, o'sha yasham. Anaqa joylardan kelib O'zbekistondanmi, O'zbekistonning odamlarimi, Tojikiston qanaqa odamlar kelib yer kelishib mol xol qilsa, mana shunday. Bola chaqasi bilan keladi, mol xol qiladi, yer oldiga, o'tin oldiga, mana qarang, o'tinni qarang, mana suzalab kelman mana bilan lesdan. Hamma narsa bez problema. Shu ishlab yuraveradi, faqat birga ishlayotgan odam kerak. O'tin, demak, o'tin bilan cho'p jem
problema emas Yo'q, keldi. yo'q. Glavna mol qilaman degan odam bo'lsa, Mol qilaman degan odam bo'lsa, bitta traktorda oladi, bitta kasilkani oladi, sarayi bor, shuni o'yla bor, sarayi bor. Bitta qishloq aytaman, hech kim yo'q. Hech kim yo'q degan o'shada bitta o'yda oladi, qolgan hamma o'y o'shani hisobiga. Hammasi mana bitta saray, ikkita saray, uchta saray bo'yachalarini odamlarning sarayi qolib tashaman. Chunki bu yerda odam yashamaydi. Ismat aka, ana shu derevnyada, bu nima degan derevnya? Bu derevnya Patyos deydi. Bejskiy rayon. Bejskiy rayon derevnya Patyos. Ha, bu yerda sotiladigan uylarni topsa bo'ladimi aka? Topsa bo'lar. Mana hozir mana shu Patyosni o'zidan hozir 3 ta uy sotiladi. Mana men hozir oktyabr degan aytgan joyimdan 3 ta 4 ta uy sotiladi. Hech kim yashamaydi. Mana bu tomonga Dubrovka degan joy bor, 3 ta uy sotiladi. Undan nariqi Pivkova degan joy bor, undan bu yerdan ham 2 ta uy sotilyapti. Odam ana shu Pivkova degan dedim Dubrovka degan joyga ana yerga hech kim yashamaydi. Odamlar o'risda 4 ta 5 ta o'risda keladi, qishga yashaydi. Yozga yashaydi, kelib tomorqa ekadi. Qish bo'ldi mana qara qor, hech kim yo'q. Tamom, qishda ketib qoladi. Ketadi. Ana shunaqa joylardan kelib odamlar kelib uy olsa, mol xol qilsa, narsa qilsa, yer bu yerga Tojikiston, O'zbekiston emas, yer uchun odamlar janjal. Bu yerga yer ishimi kerak emas. Xohlagancha ishlatdi. Xohlagancha ishlatib, samigilarni kolxoz nima degan samigilar shu davlatning odamlar, samigilarni shu yer toza bo'lsin. Mana daraxt o'sib ketmasin deyapti. Kelingizlar, mana bu yerga o'y qilingizlar, joy qilingizlar, bola chaqa bilan. Mana Ismat aka, aytavering aka, aytavering. Ha, qishga nima? Qishga mana hozir kecha 2 kun sovuq bo'ldi, 15 gradus. Qolgan mana bugun 7-8 gradus sovuq. Hech nima emas. Qishga mana o'tib ketadi 3 oy 4 oy qish. 16 yildan beri shu yerda yashayveraman, men odamzod o'rganib qoladi misol uchun. Kelingizlar, qilingizlar, sharoitingizda bo'lsa, mana Tojikiston, O'zbekiston sharoiti yomon deyishadi. Mana bu yerga keling. Ismat aka, ana bir vопросda, ana Tojikistondan, O'zbekistondan fuqarolari bo'lsa agar, bu yerdan uyni olaveradimi? Nimaga ololmayman? O'zbekistonlik bolalar nechtasi kelib uy olyapti? Oladi. O'zbekistonning fuqarosi bilan bemalol olaveradi. O'zbekistonning fuqarosi bo'lsa ham uyni oladi, o'sha uyni o'ziga dokument qiladi, dokument qilgandan o'sha uyni o'ziga o'sha odam o'ziga propiska qiladi, tamom. Ha, propiska qilib, Ismat aka, shu anavi pasportdan olsa bo'ladimi? Propiska qilgandan keyin видно жительство oladi, видно жительство degan pasportga topshiradi, chunki o'zining собственный uyi bor. Ha, основание bo'lib qolar ekanda shu anda. Ana shu основание bo'lib qoladi, uyi bor, joyi bor, bola chaqasi sherga, tamom. Demak, eshitdingizlar-ku tug'anlar, uyingiz bo'lsa, sherdan ana Ismat akama o'xshab uy bo'lsa agar, sherdan O'zbekistonning fuqarosimi, Tojikistonnimi, Qirg'izistonnimi farqi yo'q. Kelib anshaqda propiskaga turib, propiska qilib turib, keyin pasportni stolga borib turib, вид на жительствоga topshirasiz. Keyin вид на жительствоni olgandan keyin yana 6 oydan keyin pasport beradi. Shunaqami aka? Mana eshitdilaring mana. Ana Ismat aka, yana nimani ko'rsatamiz aka? Ana xohlagan narsani bitta bochkani qarang, katta bochkani to'la ichiga kambi ko'rim. Mana ikkita bochka ham yem hozir yarim qolgan. Mana tashqariga turadi yemlar. Shuni olib xohlagancha mollarga beraverasiz. Mana shunaqa gaplar og'aylar. Kelingizlar. Mana yozga mana buyoqqa bo'zaylar haydab olasiz. Kunduskini kelib dalaga, men bironta molni o'yga qishga, yozga o'yga olib kirmaymiz. Hamma dalaga yotadi. Shu dalaga yotishadi. Kechasi bilan dalaga qolib ketadi. Erta bilan qaraysiz, sog'ayotganlarni olib kelib sog'asiz, qolganini qo'yaverasiz, ketadi. Ismat aka, shu yerdan qanchaga uy topsa bo'ladi aka? Necha mingga? Mana shu yerga hozir bitta uyni sotishdi 180 ming. Hozir bitta uyni 300 ming deyapti. 300 ming degan uy ichiga shunday kirasiz, yashaysiz. 200 ming ham uy topsa bo'ladi. 180 200 ming ana shunaqa joylarda shunday qilib 100 ming rubl, 200 ming rubl deyapsiz-da. Endi yana O'zbekistonda yo'q. Ana kurs nima? Endi rublga hisoblanadi. Misol uchun 60 ming 80 mingiz, 90 mingiz $1000mi? Ha? 1,5 ming dollarlarga yaxshi bitta uyda olib kelib yashab mol xol qilsa bo'ladi. Mana 1,5 ming dollarga yaxshi uyda olib, $1000 traktorda olib qo'yib ishlasa bo'lar ekan, ha? Ismat aka. Bemalol. Hamma narsani odamzod qiladi. Misol uchun hozir
Ha, bu yerga yashayotgan odamlar hammasi endi bechara kampirlar, babushkalar bo'lib qoldi. Hammasi ketyapti, hammasi kelyapti. Ularga kerak emas bunaqa narsa mol-xol. Mol-xolni o'zim mana hozir mana o'zimizni mana shu bizni Patyos derevnadan hamma odamlarning moli bordi. Hozir 2 kishini, 3 kishinin moli qolgan. Tamom, qolganlar sotib yubordi, tamom. O'rislar uncha mal ushlamaydi. Yo'q, ushlamaydi. Bitta, ikkita ushlaydi, o'sha ham dolga ushlamaydi. Yillikdan o'tdi, kerak emas sotib yuborishadi. Tushunarli. Mana shunaqa derevnalar ko'p og'oyinlar. Har joyga yotdi. Mana lishdi meni oldimga hozir 3 ta derevna ishini bo'sh yotibdi. Bunaqa joylar nechta joy bor? Kelsangizda topasizlar, libo joyga bor. Ana O'zbekiston fuqarosi Tojikistonniki agar uy oladigan bo'lsa, ana patent masalan propiskaga qo'ysa, patentni keragi yo'q bo'ladi o'sha. Agar vidna olgandan keyin patent kerak bo'lmaydi. Ha, patent kerak bo'lmaydi. Hozir fuqaro bo'lsa, O'zbekistonning Tojikiston fuqarosi vidna olmasdan patent bo'ladi. Agar vidna oldingizmi, tamom, patent ishlama to'lamaysiz. Uyingiz bor, joyingiz bor, Yashayverasiz. Yashayverasiz. Bala-chaqani, sammigilarni bala-chaqani olib kelib oling, bo'ldi. Maktab bor bu yerda. Maktab bor, mana bizni mana bolalarimiz hammasi bor maktabga. Ana shu yerga avtobus keladi. Astanovkaga avtobus olib boradi, avtobus olib keladi. Sham bozor Vyxadnoy bolalarga. Yerta bilan chiqishadi, borib avtobusga minishadi, avtobus olib keladi. Mana, eshitdilaring. Qana Ismatka, bu yerda yana mollar bor, ha? Ha, hozir mana bu yerga kelamiz, yana bu boyna bitta joyni ko'rdingiz? Aha. Bu joyni ko'rdingiz. Bu ikkinchi saroyingiz ekan-da? Ha, bu ikkinchi saroyim mana. Mana. Oddiygina mana shu lo'mni olasiz, kichkina sherek qo'yib qo'yasiz, lo'm. Aha. Qulf, kalit yo'q. Bu yerga o'g'ri yo'q. Shu qishloqdagida ekan-da o'zimizdagida. Ha, o'zimiz qishloq, yes qishloq, mana bu zamok pamoq bor ekan, men olib o'tib bordim. Ha. Mana 20 yil bo'lmasa shu ostida yotdi, zanglab yotdi shu. Menga kerak emas. Qana bismillah. Mana bismillahirrohmanirrohim, mana bu yerga kirasiz mana. Java beri. Java demas to'g'ri. Ha. Mana. Ismatka, bular hammasi o'zim katta qilganman. Mayda bo'zakchalaydi, mayda edi, bo'zakcha. Ana shularni hammasi o'zim katta qilib, o'zim mol qildim. O'zimni mollarimdan hammasi. Tak, hozir bu yoqqa qo'yaylik aka. Aha. Bu o'zingizdan ana sigirlaringiz to'di. Sigirlarning bolasi. Ha. O'zimning sigirlarim bolasi mayda bo'zoqchalaydi, ana shularni katta sigir mana hozir mana bu 3-bo'g'oz 3-tug'adi, ana bu 2-tug'adi, mana bu ham 2-tug'ishi, ana buni ham 3-tug'ishi. Bular tuvadi deng, tug'adi bular. Bular o'z sut beradi. Mana bular o'sha mana ikkitasi fevralga tug'adi bo'lib. Mana fevralga tug'adi. Mana olma, men sizga ikkitagina olma ham beraman hali. Aha. Mana qarang. Bunday bo'lgan tug'anlar. Ismat aka, narag'da nechta edi? 4 ta. 4 ta. Bu yerda 1, 2, 3, 4. 8 ta ekanda вообще, ha? 8 ta. 8 ta molimiz bor. Mana bu tomonlarga bo'zaklarim bor. O, jazda kelgan paytimda juda ko'p edi, jazda. Mana qarang. Saroyning ichida olma, hali turibdi bizga olma. Aha. Mana sizga 2 ta olma beraman, mashinaning ichiga qo'yasiz, juv yeysiz. Yer rahmat akam. Mana. Mana olmani qarangizlar, bu собственный огород. O'zingizning огородingizlar, ha? Ha, o'zimiz. Bu olmalar. Olma o'zimiz qotganmi shu deyman. Just. Hech narsa emas. Yo'q, yakon tur. Yaxshi. Ana shunday gaplar. Mana cho'pini berasiz, suvini berasiz, qishga cho'p berasiz, suv berasiz. Jemini berasiz, jotasiz, tamom. Boshqa hech nima kerak emas. Mana shu jonivorlar yuraveradi, mana shu yotaveradi shunday. Mana tug'anlar. Ko'rdingizlar. Qana Ismat aka, bu yoqda nengiz bor akam? Mana bu yerga 40 ta quyon bordi, 4 ta qoldi. 40 ta qo'yin. 40 ta quyon topshirib yubordim. Kilosini 220 dan topshirib yubordim. Ha, qo'yiningiz ham bor ekan demak, ha? 40 ta bordi, 4 ta qoldi. Endi quyon qilmayman. Quyondan nima yo'q. Pribul yo'q. Mana qarang. Aha, buni qo'yonlarni qarangizlar. Mana. Mana ko'ryapsizlarmi? Bu домашний qo'yonlar ekan, da Ismat aka. Mana shu yerga edi. 40 ta quyon yurardi. 40 ta qo'yon. 40 ta. Hammasini so'yib kelishib so'yib olib ketishdi. Juni kerak ekan ularga. Ha, juni. Mana juni ham, go'shi ham terisi, deymi? Terisi kerak ekan-da. Terisi kerak.
Mana shu quyunchalarim ham bu. Mana uni o'zimizga yangi yilga olib qo'ydim, yangi yilga. Yangi yilga so'yib, To'rdoni yangi yilga so'yasiz. ha. Yangi yilga so'yib, mana qilib shashlik qilamiz, aylantirib. Ho. Shuni so'yasiz, butunlarga shashlik qilib, aylantirib. Grill qilibdan, grill. Grill qilamiz. Ha, qo'yan grill. Ha. Bu yoqda neleringiz bor? Bu tomonga endi mana tulpoqlarim bor. Bu yoqda to'rpoqlaringiz yoqda, buzoqlar. Tulpoqlar keldi. Mana shu tulpoqlarga mana shu cho'plar mana, cho'p. Bundan keyin ko'mga ketgan cho'p. Qana. Mana bu yerga qo'shilibda kampir bobur ko'taradi. Bu İsmat aka, bu derevnya общий ile sizdeki ekanda, o yoqda ham saroyingiz, bu yoqda ham saroyingiz. Aytayapman, derevniga hech kim qolmagandan keyin shunday bo'lasizlar. Ha, hamma joyda elib olibsizlar. Hamma joy İsmat akaniki ekan bu yoqda. Mana bu yerga Bismillahirrohmanirrohim. Mana. Ha, sveti bormi aka, svet? Sveti yo'q, mana tulpoqlar bor. Ha, bu yoqda to'rpoqlar. Tulpoqlar Bu mana. yangi olgan to'rpoqlaringiz bu. Yo'q, bular hammasi Fanaringizni olaylik, ha. Fanaringizni bering men. Bular hammasi o'sha hozir ko'rdingizmi mollarda? Shularning bolalari. Hozirgi mollarning bolalari bular. Shular hammasi. Bironta bilan sotib olmayman men. Bular hammasi shu mollarning bolalari. Bu yoqdan bu hozir demak 3-saroy. Bu yoqda necha bosh? Nechta bor? Bitta, ikkita o'zim ham bilmayman. O'zim hisoblamayman. Hisoblasangiz barakasi ketadi mana. 1 2 3 4 5 ta baqasizlik. Bu yoqda yana. Baqasizlik. 5 ta, 6 7 8 9 ta ekan bu yerga. Ha, 9. Первый etajga tulpoqlar turadi, vторой etajga tovuqlar turibdi. Ha, bu yerda ikkinchi etaj ham bormi? Tovuq bor. Bu yerda tovuqlar bor. Tovuqlar bor, anaqa tovuqlar. Ana tovuqlar deng. Ana bozor. Bu 2 etaj bu. Bu yoqda da to'rpoqlaringiz bor ekan. Bu yerga ham to'rpoqlar bor. O'rtaga hashay tashay, ikki tomonni o'raqlab yeyaveradi. Tak, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta ekan aka. 10 tami? 10 ta ekan. Yaxshi ham aytdingiz, bo'lsa bittasini yo'qotib qo'ygan ekan. Ha, 10 ta to'rpoq ekan bunday olgan. Ana shu mana bu ham shu bitta simental dedim-ku, shuni bolasi bo'g'oz. Bu simental bo'g'oz hozir. Bo'g'oz, tug'adi bu. Ha. Bular qori, bular endi go'shka. Bular go'shka. Anan İsmat aka, bu yoqqa chiqib olaylik aka, mana yoqqa. İsmat aka, aytsangiz, go'sht masalasi qanday bo'ladi aka, go'sht? Go'sht masalasi shu bugun menga go'sht bo'lsangiz, shu bugun kelib so'yib olib ketishadi. Yo'q, masalan, mana O'zbekistondan, Tojikistondan, Qirg'izistondan keladigan mana bir tug'an mekendeshlarimizga go'sht masalasi qanday bo'ladi? Agar kelib mol qiladigan bo'lsa, go'shtni mol qiladigan bo'lsa, aytayapman-ku, mol qiladi, buqani boqadi. Shuna telefon qiladi, buqa sotib go'sht bor deydi, shuna kelishib go'shtni olib ketadi. Moskvadan kelib olib ketadi. Moskvadan keladi. Sherning o'zi hozir Moskvaga o'sha mendan nechta odamlar go'sht so'rayapti, nechta odam so'radi shu bugun boshqa. Kecha ham so'rashuvdi go'sht. Go'sht yo'q, men hammasini nima go'shtligini topshirib yubordim, nechta buqalarni berib yubordim so'yib. 450 dan topshirasiz go'sht. 450. Go'shtning kilogramini 450. Kilosini men 450 dan topshirib yuboraman. Ha. Mana ko'rdingizlar, selli tushqani kelib olib ketadi, selli. Shuni xohlagani keladi, shuni aytadi, mana shuni sel olib ketadi hammasini. Ha. Demak, tug'anlar tushundingizlar bardig'ini. Mana İsmat aka, endi keladigan mehmonlar, keladigan odamlarga qanday savet beradi dedingiz aka? Savetingizda. Keladigan odamlarga savetim mana shundayki, mana bu yerga kelingizlar, odamlari yaxshi, tupoq odamlari bergan. Viruslar bo'lsa ham ichiga qo'shilib yashasangiz, tinch bo'lsangiz, yaxshi bo'lsangiz, men bekorga mana 16 yildan beri yashamayman. Yaxshi tinch bo'lsangizlar, yaxshi bo'lsangizlar, muomala qilsangizlar, hammani odamni tilini topasiz. Odamlari yaxshi, joyi yaxshi. Mana prezidentni bilasizlar, Putin prezidentimiz bor. Xudoga shukr, hamma joyda sharoitini qilib bergan mana odamlar yashab yuribdi. Derevni joy shunday joy. Pechka yoqasiz, o'tin qilasiz, 4 ta mol qilasiz. Hammalarning molli joyi. Kelingizlar, mol qilingizlar. Hamma narsani sharoitini o'zi. Biron marta mana shu yerga kelib berib biz hali go'sht sotib olganimiz yo'q, nima, faqat o'zimizdan chiqadi. Mana ko'rdingizlar, bu yerga go'zaylar bor. Go'sht tamom bo'ldi, bittasini shaharda og'darasiz, go'sht tayyor. Qishi bilan yeb o'tasiz.
Uy bor ekan, ha? İsmat aka, uy bor ekan. Uy bor, uy ko'p. Sotiladigan uyni kelsa, Uy ko'p. qo'ldan kelgan, masalan, keladigan odamlar bo'lsa, sizga kelsa, qo'ldan kelgan yordamimizni ko'rsatadi. Beramiz. Men uy ko'rsataman. Mana bahordan kelsin. Bahordan hozir qishga o'sha uyni egalari o'rislar kimdir qaysi Peterga yashay, qaysi Moskvaga yashay, qaysi bir Tverga yashay ketishdi taylar. Yozdan nimasini ko'ramiz, telefonni qilamiz, keladi, ko'rsatadi uyni, yashashaversin kelishib. Hamma joyga uy bosyapti. Yana hozir qishdan birdan qishga kelib bo'lmaydi hozir. Mana yangi kelgan odamga hozir qiyin. O'tini yo'q, narsasi yo'q. Yozdan kelsa sharoitini qilib oladi, bemalol yashayveradi. Mol xol qilib tashlaydi, dunyoning joyi bo'yi, men o'zim ko'rsataman kelsa, kelsa. Mana eshitdingizlar tug'anlar. Onda mesela keyingi videoda ko'rishguncha omon turingizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli O'zbekistonlik bir tug'anlarim, o'sha videoni O'zbekistonning gruppalari bilan taratib qo'yingizlar. Sizlardan so'ranich, ko'p odamlar ko'rsin, ha, Ismat aka? Ko'p odamlar ko'rsin, WhatsApp gruppalarga taratib qo'yinglar. İnşallah. Allah hammalardan rozi bo'lsin. Amin. Allohu akbar.